Assalomu alaykum aziz obunachilar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga mutaxassis ochildi. Temirdan nimaiki yasatmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu nomerlarga telefon qilib, darvoza deysizmi, uyli bolalarga kachilar deysizmi, stullar nimaiki temirdan yasalsa, mana shu ustalarimiz yangisiga ochdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani bo'ylab, o'sha Qashqadaryo bo'ylab besplatni olib borib o'rnatishyapti. Hozir akamizning o'zi bir qator aytib o'tadi. Keling aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamay keldingizmi? Aka, mana qarang, siga ochibsiz. Alloh barakasini bersin. Hozir nimalar yasayapsiz? Nimalar o'rnatib berasiz? Qanday jarayon, hammasini biz obunachilik ko'rsatib aytib ketamiz. Bizda asosan darvozalar yasaladi. Keyin aholimiz uchun kerakli bo'lgan qoliplarni yo'lda kachilar, karavotlar yasayapti. Mana bu darvozamiz bir qavatli darvoza. Bir qavatli shtampovka darvozamiz. Buni tayyor jarayonlarini ham nasib qilsa videoga chiqaramiz. Mana orqangizda hozir kachilarlar zagotovkasi bo'lyapti. Mana shu elimiz uchun bo'lyapti bular. Bu yoqda ham darvozalarimiz bor. Xo'p, qarang aka, misol mana shu darvozani yasayapsiz, ha? Xo'p. Mana shu darvozani yasayapsiz. Sizga darvoza uchun o'lcham olishingiz kerak, to'g'rimi? Ha, birinchi o'lcham olamiz. O'lchamlarimiz telefon qilasizlar, besplat borib o'lchab kelamiz. O'rnatishimiz ham transport hammasi ichiga kiradi. Bu darvozamiz hamma taraf shivellardan bo'lyapti. Chasirlarni ustidan qo'yamiz. Listlar 1.8 lik listdan bo'lyapti. Telefon qilsalaringiz, rasmlar, kataloglarimiz bor, tashlab beramiz. Bundan keyin mana bu yerda stol chiqaradigan apparatimiz bor. 14 xil uslubda stol ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda mana 120 ta prokatga beriladigan stollarimiz. Zakaz bo'lsa bemalol telefon qilib urasizlar. Bu yoqda ham mana darvozalar yasalyapti. Murojaat uchun telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz tagiga. Aka, men bu darvoza yasatgan ekansiz, jarayonni ko'rdim. Mana shu qaysi qishloq yasagan? Bu o'zimizni tog'li Yakkabog' rayoni Xo'sin qishlog'iga yasalyapti. Meni kuzatadigan Xo'sinliklar. Xo'singa bemalol borib, o'rnatilgandan keyin jarayonni yana qo'yamiz. bitta obzor qilamiz buni. Jarayonni qo'yamiz, ko'rib bemalol tomosha qilib borib, Xo'singa kimnikiga qo'yilsa ham baho berishlaringiz mumkin. Yo'qsa agar zakaz qilsalaringiz, sizlarga ham olib o'rnatib beramiz. Akamizni nomidan telefon qilsalaringiz, ustupkasi bor. Mana shu akam nomidan telefon qilyapmiz, shu videosini ko'ruvdik desalaringiz, chegirmasini qilib beramiz, xudo xolasa. Meni hamma taniydi, Jo'ra Brat kanalidan desalaringiz akaga, обязательно sizlarga skidka qilib arzon narxga o'rnatib beramiz, xudo xolasa.